Arkadaşlar Evacor polkalarımız keldi. Cobalt, Gentra, Nexa 3. Nima mashina keldi o'zi? Matizga keldi. Hamma joyda narxi 270 ming so'm, 250 ming so'm. Nima uchun sizdan olishimiz kerak desanglar, 10 kungina skidka beramiz. 240 ming so'mdan. Qaranglar, narxi 240 ming so'm. E'tibor beringlar. Xo'p, 30 ming so'mga qaramayman, men to'g'ri kelgan joydan olib ketaman deyotgan akajonim, bir minut to'xtab turing. Buni qolpini olib keling. 270 mingga 250 mingga olib ketmoqchi bo'lgan joyingizni mana qolip joychalarini ko'rib oling. Aynan mana shu Cobalt mashinasiniki bo'ladi. Qolpini, bortini kattaligini ko'ring buni. Borti polni yopadi. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Universal Pro Max ga kelasiz. Mana shu yoqqa katta bortlisini 10 kungina skidga qo'ydik. 50 dona kelgan. 240 ming so'mdan qilib beramiz. Biz obuna bo'lmaganlar uchun narxini 270 ming, 300 minggacha sotamiz. Obunachilarimizning hurmati bor. Hoji akalarni 240 dan qilib beraveramiz. Keling, jigar sizga yarashaveradi demayman. Hoji aka keling. Buni Gentra deysizmi, Matiz deysizmi, Cobalt deysizmi? Hammasini qolip kattasidan 50 dona kelgan. Sog' bo'lasizlar.